220 tokda ishlaydigan Xitoy zavodskoy drabilka qidirib yurgan akalarimiz uchun yangi partiyada agroservis do'konlarimizga universalniy drabilkalarimiz yetib keldi. Endilikda bizning do'konlarimizdan kelib 220-380 tokda ishlaydigan mana shunaqa universalniy drabilkalarda 100% Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan motorlari 2 kilovatdan boshlab 6,5 kilovatgacha motorli variantlarini bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Bu drabilkalarimizni hozirgi paytda narx-navolari atiga 3 million so'mdan boshlab 4,5 million so'mgacha modellari bor. Har xil turdagi jodu va undan tashqari mini tegirmonlar va mana shunaqa universalniy drabilkalar qidirib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Do'konimizga kelsangiz, ishlatib, ko'rsatib, yurgizib berish imkoniyatlari ham bor. Xo'p, bu universalniy drabilkalar oddiy samodenniy drabilkalardan nima farq qiladi deb so'ragan akalarimiz uchun bu zavodskoy universalniy drabilkalarimizda основной harakat через remen orqali bo'ladi. Bezopasnost tomonlama qulayroq, ayollar ham, yoshi katta otaxonlar, onaxonlar hammalari bemalol ishlatish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Oddiy samodenniy drabilkadan yana bir farqlari bu drabilkalarimiz bu tomondan dom mahsulotlari solingandan keyin pastki tomonidan mana shunaqa setkalari yordamida eng mayin holati kepay holatidan eng yirik holati selos darajasigacha chiqarib bera oladi. Xo'p, undan tashqari ho'l, quruq, hashay, beda, somon, press tanlamaydi. Hammasini bemalol eng mayin holati aytib o'tganimdek kepay darajasidan selos darajasigacha chiqarish imkoniyatlaringiz bor. Xo'p, bu universalniy drabilkalarimiz hozirgi paytda ikki xil assortimentda yetib kelgan. Xohlaganlar uchun bunkerlari sal kichikroq varianti, xohlaganlar uchun bunkerlari kattaroq variantlaridan olib kelib qo'yganmiz. Bu drabilkalarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 2 kilovatdan boshlab 6,5 kilovatgacha motorlarni qo'yib berish imkoniyatlari bor. Uyingizda tokka qarab turib motorlarni ham moslab bera olamiz. Hozirgi paytda bu universalniy drabilkalarimizning narx-navolariga kelib o'tadigan bo'lsak, eng arzon modellari 3 million so'mdan boshlab eng sifatli, original bo'lgan pastokda ishlaydigan modellari 3,5, 3 million 800, 4 million, 4,5 million so'mgacha assortimenti bor. Bularda основной motorda kilovatiga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Xo'p, bu universalniy drabilkalarimizni hozir sizlar bilan bitta ishlash jarayonini ko'rib chiqaylik, keyin ichki tomon sistemalarigacha to'liqroq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Bo'lmasam sizlar bilan bitta bu universalniy drabilkamizni ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Videomizni boshladik. Ana akalar, ishlash jarayonlarini ko'rib borlaring, ishlashlariga, sifatlariga o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib ketinglar. Agarda sizlarga ham mana shunaqa universalniy drabilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirganman, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, buni endi xarakteristikalarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, e'tibor berishlaringiz mumkin. Bu yerda elektrический motor o'rnatilgan, xohlaganlar uchun benzin motorli variantlardan ham tayyorlab bera olamiz. Bu hozir 220 tokda ishlaydigan universalniy motordan qo'yilgan holati. Xo'p, bularda ishlash prinsipi motor ishga tushgandan keyin через remen orqali harakatga keladi va o'rtadagi kardanni aylantirib, mana shu holatda xohlasangiz bu tomondan don mahsulotlaringiz, makkalaringiz, bug'doy, arpa, shunga o'xshagan mahsulotlaringizni bu yerdan soladigan bo'lsangiz, e'tibor bering, komplektda o'zini mana shunaqa setkalari bor. Bu setkalarni mana shu eng mayinni qo'yadigan bo'lsangiz, bu eng mayinida mana shu yerdan tushayotgan mahsulotlaringizni pastki tomonni un darajasiga keltirib chiqarib bera oladi. Xo'p, xohlaganlar uchun tepa tomondan chiqarish imkoniyatlari ham bor. Bu tomondan ho'l, quruq, hashay, somon, beda mahsulotlari kiradi va kirgandan keyin xohlasangiz tepa tomondan ochib uzoqroq masofaga, xohlasangiz yaqinroq masofaga chiqarish imkoniyatlaringiz bor. O'zini komplektda mana shunaqa setkalari bo'ladi. Yorma holatiga keltiradigan, un holatiga keltiradigan va selos holatiga keltiradigan o'zini setkalari komplektiga qo'shib beriladi. Buni ichki tomonlariga e'tibor beradigan bo'lsak, ichki tomonlarini ham tanishtirib o'tib ketamiz. Ichki tomonlarida e'tibor beringlar. Pichoqlari 5 qatorli pichoqlar bilan jihozlangan. Setkani qo'yilish holati mana shu holatda qo'yiladi. Setkalarni qo'yib olishlikda ham akalar bemalol o'zingiz olib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlagan setkangizni qo'yilgan holatda
bunkerlarni yopilgan holatda ishlatasiz va e'tibor bering, yon tomondan kirgan ho'l quruq hashay mahsulotlarni bu yerda birinchi navbatda mana shu pichoqlar maydalab ichkariga olib kirib beradi va ichkaridan mana shu 5 qatorli segmentlar yordamida maydalab, e'tibor beringlar, 28 qatorli segmentlardan qo'yilgan va mana shu setkadan o'tgungacha mana shu holatda aylantirib, yanchib beradi. Xo'p, buni ichki tomon mana shunday dukulari nima uchun yordam beradi? Dukulari bu tomondan don mahsulotlari tushgandan keyin mana shu dukular yordamida urib, yanchib sizga setkani qo'ygan holatingizda kepay darajasiga keltirib, 10 darajasiga keltirib chiqarib bera oladi. Xo'p, ichki tomon sistemalarini ko'rib turibsizlar akalar. Bularda hozirgi paytda mana shu qatori 4 qatorli, 3 qatorli va 5 qatorli variantlari o'zi sotuvda bor. Bularda asnovni mana shunday 5 qatorli variantdan oladigan bo'lsangiz, ko'proq yoki ozroq kirgizib oladigan bo'lsangiz ham bemalol yanchib sizga maydalab tayyorlab bera oladi. Agarda pichoqlarning qatori ozroq bo'ladigan bo'lsa va yon tomon pichoqlari bo'lmaydigan bo'lsa, akalar anchagina sizga qimmatga tushadi. Shtobi ertadan keyin misol ko'proq mahsulot qilib oladigan bo'lsangiz, motorga nagruska kelib, motorning ichki tomon kondensatorlari va o'zini relaylarigacha kuydirib qo'yishi ham mumkin. Shuni hisobiga iloji boricha segmentlari ko'proq va bunkerlari kattaroq variantlardan olishlaringizni tavsiya beramiz. Motorlari hozirgi paytda 5,5 kilovatli motor qo'yilgan bu drabelkamizga. Xo'p, bu drabelkamizga esa 6,5 kilovatli motorlardan qo'yilgan. Xohlaganlar uchun aytib o'tganimdek, o'zini zavodskiy motorlari 2,5 kilovatdan boshlab 5,5 kilovatgacha o'zini zavodskiy motorlari bo'ladi. Hozir bu drabelkamiz bilan bu drabelkamizning farqi asosiy bunkerlarida bo'ladi. Bunkerlari bunda don mahsulotlarni solishlik uchun bunda anchagina kattaroq qilib ishlangan. Bu degani 8 kilodan 10 kilogacha don mahsulotlari solishingiz mumkin. Qo'shimcha sifatida yon tomondagi bunkerlariga ham undan ko'ra anchagina kattaroq qilib ishlangan ho'l quruq hashay mahsulotlari kiradi va ishlash prinsipi u bilan bir xil, faqat bunda qo'shimcha uchtadan chiqaradigan joylari bor. Bu degani yaqinroq masofaga, uzoqroq masofaga va eng pastki tomoniga chiqarish imkoniyatlari ham bor. Qulayligi tomonlama anchagina qulay qilib ishlangan. Bu universalniy drabelkalarimizni aytib o'tganimda, bizning do'konlarimizda motorlari, har xil motorlari bor. O'zini zavodskiy motorlari mana shunaqa motorlar chiqadi. Bularda 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 kilovatli motorlari bor. O'zini zavodskiy motorlari alyumin odmotkali, mis odmotkaliga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Eng arzon modellari hozirgi paytda narx-navolari atiga 3 million 200 ming so'mlik variantlari bor va 3 million so'mlik variantlari bor. Agarda sizga sredniyroq pastokda ham ishlaydigan variantlari kerak bo'lsa, 3 million 500, 3 million 800, 4 million, 4,5 million so'mgacha motorlarni kelishilgan holatda qo'yib beramiz. Uyingizda tokka qarab turib moslab berish imkoniyatlari bor. Undan tashqari faqatgina bunaqa universalniy drabelkalar emas, xohlaganlar uchun mini tegirmonlarimiz, xohlaganlar uchun lentali drabelkalarimiz va jodu drabelkalarimiz, 6 pichoqli, 4 pichoqli universal drabelkalarimiz hammasidan bizning do'konlarimizda sotuvda bor. Barchasi Xitoy zavod drabelkalari bo'ladi akalar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaringiz, yana ham to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz va bu universalniy drabelkalarimizni aytib o'tganimdek narxlaridan kelishadigan joyi bor, kesalarni kelishtirib beramiz. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro Servis do'koni. Bunaqa drabelkalarni hozirgi paytda tokka qarab turib olishni tavsiya bermaymiz. Sababi ko'proq ishlaydigan holati kuz va qish faslida bo'ladi. Shuni hisobiga motorlarni yaxshiroq variantlardan qo'ydirib olishlaringizni tavsiya beramiz. Hozirgi paytda eng yaxshi motorlari bilan narx-navolari 4 milliondan 4,5 million so'mdan atrofida chiqadi. Bizning do'konimizda boshqa turdagi motobloylar, jatkalar, har xil turdagi texnikalar sotuvda bor. Ishlaringizni shu joyda o'zida bitirib beramiz. Narxlardan kelishadigan joylari bor. Albatta videolarimizga like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib keladigan bo'lsalaringiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarni o'tkaza olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.